va bu tomonda 6 ta nuqtasi bor. Shu bosh og'rig'i, oyoq og'rig'i, tizza og'riqlari, bosh aylanishi, shularga nima qiladi? Ko'z zreniyasiga, mana shunaqangi tomonlarga foydasi bor. Bu chap oyoqqa qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shu qo'yib bo'lganlarga subhanalloh, alhamdulillah deb tursangiz ham savobga olasiz, ajr olasiz, ham hali o'tib ketish oson bo'ladi. Bismillah. Chaqda. Yo'qmasa qaydan bilinadi buni? Yo'qmasa bir narsalar to'shadi o'zi. Sekin bir narsa to'shadi. Behalovat qilasiz, hali qo'yib yormaydi, anchagacha ushlab turadi. Sizda hozir bunaqangi holat bo'lmayapti, Alloh xolasa. Behalovatlik uzoq vaqt turadi. Qayerlarga qo'llaringizga qaysi sovqotgan, qaysidir haligi shamollatgan joyingiz bo'lsa, o'sha joylarda mayda-mayda nimalar to'shib qoladi. O'shanga 5-10 minut kutib turamizda. Bular oldin ham olgan ekanlarda. Ha, olgandi bu. Olgan odamda o'sha bir xil bo'ladi. O'zim qo'lmoq yetib turadi. Beldan olganma, inamaniyda olganma, beynini bosh qo'zg'oldi. Har kun chaqsa kirasizmi? Ha, chaqoladi. Anada o nazisini olmasaka. O'zi eplasheladi. Ha, o'qishing. Uzoq turar ekanmiz olgan joyingiz. Ha, nazis o'shanda qo'lakan o'zi tushib ketdi. Yo, nazisini olib qo'ymasangiz, keyin amaliga kirib xalaqit qiladi-da. O'g'li kelsam ham nomno qimirlab turadi. O'qishlashi o'zi nilasini sanchigandan keyin o'sha nimasi zahri yetib boradi o'zi. Kapillyar tomirlarga o'sha yetib boradi. Mana nima arini chaqib turib o'sha qochgandan keyin ichak-choqlarigacha hatto nima o'sha ari donlarigacha qoladi-da, oyoqda qoladi. O'sha ari donni pufachasi qoladi. O'sha pufachasini ezib qo'ysangiz, yana hali nina orqali o'zi qolgani ham ketadi-da. To'liq ketadi. O'shada doktor aytdi-da, o'g'limni deydi, mashina antibiotikini topolmaydi. Agar topsa deydi, mana shu erinikini shalodon turg'izadi deydi-da. Ha, shalod. Aytyapman, sudurgilar yaxshi bo'lib, sudurga o'zini tashlaydigan oldi. Ancha biror marta sudurga bo'lmadi-da, o'sha yerda 7 kun yotdi, 6 kun yotdi, bunaqangi nima bo'lmadi-da. Zokir ham kezalar. O'g'limni rosa buni ana qilitgan ekan-da, shug'ullangan ekan. Topolmayotgan ekan bunday antibiotik. Shunaqangi O'zini tashlab yuboradigan ham foydasi bor dedingizmi? ha, o'sha sudurga deydi, o'shani o'zini tashlab yuboradigan. Buni bir mahallani dedim. Buni bir. 2 mahal qo'yamiz. 2 mahal olsa ham bo'laveradi. Orasida hech bo'lmasa 2 soat vaqt o'tish kerak ekanda. Birinchi marta qo'ygandan keyin ikkinchilansa, ertalab kechqurun qo'yilsa, 2 marta qo'ysa ham bo'laveradi. Chaqdimi? Tizzangizga og'riqlarga yaxshi. Tizzadagi og'riqlar, shamollashlar. Buni pastdan olib turish o'zi yaxshi ekan. Bu bitta tomoni bor, haligi parhezini qilish qiyin narsada, meva yemaslik kerak. Odam meva yemasdan tura olmaydi-ku, ha. Meva yemaslik kerak. Meva yemaslik kerak. Chaqtirganda. Ha, mevadan faqat bodring, bir kunda bir mahal bodringga ruxsat beriladi. Nok yesa bo'ladi. Nima? Ya, mana qulupnay mana qanday haligi hozirgi nimalarni yegolmas ekan. Qulupnay umuman bo'lmas ekan. Ovqatchi ovqat farqi yo'q. Ovqatga ham farqi bor. Ovqatga ham qo'y go'shtiga yeysiz. Mol go'shtiga osh yesangiz ham bo'laveradi. Ya mol nimalariga. Mol go'shtiga.
Chaqdimi? O'laydimi chaqqan? Ha. Juda uzog'i 24 soat turadi. Undan keyin o'ladi. Uzog'i. O'zimiz asha eriliyam o'laydi, ko'ziga teriliyam chaqqandan keyin. Qayerdir.